Sabır ve chidamchanlik. Abdullah Abdurrahman. Tarixda muvaffaqiyat qozongan shaxslarning hayot musofirlariga nazar solganimizda, ularning manzilga yetish yo'lida nurg'unlagan jafo mushaqqatlarga duchor bo'lgan bo'lsa-mu, bosh egmaganligini va uchragan mag'lubiyatlardan dars olib, davomli olg'a ilgirlab, manzilga yetganligini ko'ramiz. Qulluq va asorat zinjiridan qutulib, hurlikka erishgan millatlarning tarixiga qarasak-mu, ularning tajovuzchi dushmanga qarshi birlikda harakat qilganligini, yo'liqqan jafo mushaqqatlarni aql farosat, sabr va chidamchanlik bilan yengib chiqqanligini ko'ra olamiz. Tarixiy meroslarimizdan bo'lgan sabrning tegi oltin degan maqol tamsil suyumlik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning jannat inson nafsi yomon ko'radigan narsalar bilan, do'zax bo'lsa yaxshi ko'radigan narsalar bilan qo'shilgandir hadisi o'xshash holda dunyo va oxirat utuq qozonish yo'lida sabr qilishning intayin muhim ekanligiga ishorat qilmoqda. Demak, sabr ma'lum bir shaxs yoki millatning utuq qozonishida va dunyo va oxiratdagi baxt saodatini qo'lga keltirishida halqiliq rol o'ynaydi. Shundoq, islomga uyg'un bo'lgan sabr bizning dunyo oxiratdagi birdan-bir chiqish yo'limiz hisoblanadi. Ammo to'limi afsus, mushundaq muhim bir uqumning asli mohiyatiga qarshi holda faqat o'lim yetim yoki biror balo qazoga uchraganda sabr qilishdan iborat tor ramkada tushunilishi yoki mustabid hokimiyatning zulmiga qarshi turmasdan uninga bosh egish va bo'ysunish degandek xato ma'noda tushunilishi bizni sabr uqumiga qaytadan asli mohiyatiga uyg'un holda izohlashga undadi. Biz bu maqolamizda sabrning mohiyati, turlari va hikmatlari, sabr qilishda o'rnak ilinadigan ba'zi shaxslar va sabrni osonlashtiradigan omillar haqida qisqacha to'xtalamiz. Qiyinchilik va sabr. Sabr qilish lug'atda to'sish, cheklash, kuchlik va qaysar bo'lish qatorliq ma'nolarni ifodalaydi. Ba'zi olimlar sabrni beshimizga kelgan g'am andisha va balo musibatlar oldida chidamchan va qaysar bo'lish, salbiy ishlarni ijobiy ishlarga aylantirish uchun tirishish deb ta'riflagan bo'lsa, yana ba'zi olimlar nafsini andishidan, tilini shikoyatdan, a'zolarini yomon ishlarni qilishdan saqlash, ne'mat berilgan vaqtidami, yo'qsullikqa mubtalo bo'lgan vaqtdami o'xshashla normallikni qo'g'dash, Allohdan boshqasiga shikoyat qilmaslik deb ta'riflagan. Yig'ib aytganda, sabr jafo mushaqqatlar oldida o'zini kontrol qilish, umidsiz bo'lmaslik, passivlikni aktivlikka o'zgartirish uchun tirishish, ne'matga erishgan vaqtdami inson nafsining keniga kirib, mag'rurlanmasdan ne'matlarni Alloh roziligi uchun shariat buyurgan shaklda qo'llanish, Allohdan boshqasiga shikoyat qilib zorlanmaslik demakdir. Bütün insonlar bu dunyoda o'xshamagan darajada jafo mushaqqatlarga yo'liqadi. Payg'ambarlar va ularga ergishib mangan ummatining bu yo'lda texmi ko'p arziyatlarni boshdan kechirganligini ko'ramiz. Hikmat sohibi bo'lgan Alloh taolaning musulmonlarni mayli yo'qsullik, kasallik, yoki yurtlarda musofirchilik va siyosiy besim degandek jafo mushaqqatlar bilan imtihon qilishida bo'lsin, mayli erkinlik, farovonlik, rahat farog'at turmush, salomatlik, xatardan amin bo'lish degandek moddiy va ma'naviy ne'matlar bilan imtihon qilishida bo'lsin, nurg'unlagan hikmatlar bordir albatta. Shunga ba'zi ishlar dastlabki ko'rinishda bir musibatdek ko'rinsa-mu, natija e'tibori bilan qaraganda bu ishning amaliyotda bizga ma'lum jihatda foydali ekanligini, hatto ba'zida hayotimizda nihoyatda cho'ng ijobiy o'zgarishlarni paydo qilganligini ko'ra olamiz. O'rnak sifatida Yusuf alayhisalomning hayotiga nazar solaylik. Onun kichik vaqtida qarindoshlari tarafidan quduq tashlab etilganligini, yo'ldan o'tgan kishilarning uni quduqdan chiqarib Misrga olib qul qilib setib o'tganligini, Misrdami tuhmat bilan uzun yillar turmada yotganligini ko'ramiz. Bu voqealarga ayrim-ayrim qaragan vaqtimizda ularning nihoyat og'ir musibatlar ekanligini o'ylaymiz. Biroq Yusuf alayhisalom qul qilib setib etilmagan bo'lsa, uning hayotidagi cho'ng o'zgarishlar yuz bermagan bo'ladi. Yusuf alayhisalomning beshiga kelgan shuncha musibatlar amaliyotda uni kelajakda buyuk ishlarni vujudga chiqarishi uchun Allohning taqdiriga elib mangan omillar edi xolos.
Biz muhaciratdagi Uyg'urlarning ahvolimi nurg'un jihatdan Yusuf alayhissalomning ahvoliga o'xshab ketadi. Yusuf alayhissalomning o'z yurtidan ayrilib, oilasi bilan ko'risholmay g'urbatda yashaganidek, Uyg'urlarmi o'xshash ahvolni boshdan kechirmoqda. Yusuf alayhissalom Misrga elib kelingandan keyin nihoyat ko'p qiyinchiliklarga duch kelganidek, muhojiratdagi Uyg'urlarmi hijrat qilib borgan yerlarda o'xshamagan darajada qiyinchiliklarga duchor bo'lmoqda. Yusuf alayhissalomning beshiga kelgan musibatlar amaliyotda uni Alloh taqdir qilgan g'albiga elib mangan omillar bo'lgandek, bizning beshimizga kelgan musibatlarmi Alloh taqdir qilgan buyuk bir g'albiga elib boradigan omillar bo'lishi mumkin. Bu yerda muhim bo'lgan nuqta beshimizga kelgan musibatlarga sovuqqonlik bilan muomala qilish orqali qo'limizda bor bo'lgan imkonlardan yaxshi foydalanish va kelajakdagi g'albiga yaxshi tayyorlik qilishdan iborat. Alloh taolaning bizni xilma-xil jafo mushaqqatlar bilan imtihon qilishdagi bir hikmati kimning haqiqiy ixlosliq, samimiy, rostchil mu'min ekanligini o'ttirg'i chiqarishdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey mu'minlar, Alloh yomonni yaxshidan ayirmoqcha sizlarni hozirgi holatinglarcha tashlab qo'ymaydi. Bu imtihonlar orqali musulmonlarning safi munofiqlardan tozalanadi. Chunki normal ahvollarda kimning haqiqiy mu'min, kimning so'zi bilan dili birdek bo'lmagan munofiq ekanligini bilgili bo'lmaydi. Yana bir hikmati bo'lsa, mu'minlarning martabasini ko'tarishdir. İnsanlarning tabiatini eng yaxshi biladigan zot, ularning ba'zida bilib bilmay xato qildiganligini bilganligi uchun, ularning gunohlariga kafarat bo'lishi uchun yoki ularning oxiratdagi martabasini texmi yuqori ko'tarish uchun ularni xilma-xil shaklda imtihon qiladi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Musulmonga yetgan qiyinchilik, kasallik, g'am, g'ussa, arziyat va xafaliklarning hammasi uchun, hatto badaniga sanjilgan tikan uchunmi Alloh taolo uning xatoliklarini kechiradi. Sabrning turlari. 1. Alloh taologa ibodat qilishda sabr qilish. Inson tabiati rohat farovatga moyil bo'lg'achqa, ko'pincha ahvollarda jismoniy va iqtisodiy ibodatlarni ado qilishda g'ururlik, bexillik va salqarash degandek to'salg'ularga uchraydi. Allohga ibodat qilish yo'lidagi bu to'salg'ularni yengib chiqish uchun sabrga ehtiyojimiz bor. Alloh buyurgan bir ibodatni ado qilishdan avval niyatni xolis qilib, faqat Allohning roziligini ko'zlagan holda boshlash naqadar muhim bo'lgan bo'lsa, bu ibodatni payg'ambar alayhissalom ko'rsatgan shaklda shariatga uyg'un holda ijro qilish, riyo va minnat bilan yo'q qilib o'tmasdan davomli saqlab turishmi u qadar muhim ahamiyatga ega. Namoz, ro'za va hajga o'xshash shaxsiy ibodatlardagi qiyinchiliklarga qaraganda, da'vatchilar, olimlar va xalqni yetaklab maqdigan rahbarlarning vazifalarini ijro qilishda uchraydigan qiyinchiliklari texmi ko'p va og'ir bo'ladi. Chunki ular o'zlari da'vat qilgan amallarga eng boshda o'zlari amal qilishi, haq yo'lga da'vat qilishni cheklaydigan zolim va mustabidlarning bisimlariga bardoshlik berishi, qarshilik ko'rsatgan kishilarga qarta sovuqqonlik bilan muomala qilishi, yig'ib aytganda bu mushaqqatlik, ammo sharaflik yo'lning barliq qiyinchiliklariga chidamchan bo'lishi kerak. Chunki ular payg'ambarlarning varislaridir. Payg'ambarlar bu yo'lda nurg'unlagan mushaqqatlarga duchor bo'lgan bo'lsa, ularning varislari bo'lgan olimlar qandoqmi bu jafo mushaqqatlardan amin va xotirjam bo'lsin? 2. Gunoh ma'siyatlardan sabr qilish. Islom shariati shaxs yoki jamiyatga ziyni bo'lganligi uchun ma'lum bir narsani harom qilgan bo'lsa, uning qarshisida ehtiyojni qamdiya oladigan narsadan birini halol qilgan. Aslan shaxsning vujudiga ziyon qilish bilan birlikda jamiyatning tartibini muqollashtirib o'tadiganligi uchun aroq ichish harom qilingan bo'lsa, odamni mast qilmaydigan barliq ichimliklarni halol qilgan. Nurg'unlagan baloyi ofat va kasalliklarning manbasi bo'lgan zinoni harom qilgan bo'lsa, nikohlanib uy tutishni halol qilish orqali inson tabiatining bu jihatdagi ehtiyojiga javob bergan. Yuqorqi ikki misoldan ko'rib o'tganimizdek, Alloh cheklagan narsalarni qilmasaqmi, halol yo'llar bilan ehtiyojimizga javob topa olamiz. Ammo ojiz bo'lganligimiz uchun ba'zi vaqtlarda gunoh ma'siyatga yiqilishib qolamiz. Bunun uchun Ibn Qayyum al-Javzi gunoh ma'siyat oldida sabr qilishni qolaylashtiradigan bir qancha nuqtani so'zlab o'tgan.
Buni birlikte ko'rib chiqayli. Birinci, gunoh ma'siyatning ma'lum bir ziyonning oldini olish uchun harom qilinganligini bilish. Ikkinchi, her zaman ve her makonda Alloh taolaning bizni ko'zitib turadiganligini eslash bilan birga gunoh qilishdan hayo qilish. Uchinchi, Alloh bergan ne'matlarni eslash bilan birga gunohning ne'matlarni yo'qotadiganligini bilish. To'rtinchi, gunoh qilsa Allohning azobining qattiq bo'lganligini bilish bilan birga Allohning azobidan qo'rqish. Beshinchi, Alloh taologa bo'lgan muhabbat. Chunki inson o'zi muhabbat qilgan kishiga qarshi chiqishni xohlamaydi. Uchinchi, balo musibatlarga sabr qilish. Har qanday inson, mayli u Allohga iymon etgan musulmon bo'lsin yoki Allohni inkor qiladigan kofir bo'lsin, bu dunyoda kasallik, ruhiy besim, yaxshi ko'rgan kishilardan ayrilib qolish degandek balo qazolarga uchrab turdi. Gerçi balo musibat kishilarga kelish jihatda o'xshash bo'lsa-mu, musibatga uchragan kishining balo qazoga tutgan pozitsiyasiga qarata natijasi o'xshash bo'lmaydi. Musibatga uchragan kishi qazoyi qadarga rozi bo'lib, Allohdan savob umid qilgan bo'lsa, u kishining gunohining o'chirilishiga sabab bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: musulmonga yetgan qiyinchilik, kasallik, g'am, g'ussa, arziyat va xafalıqlarning hammasi uchun, hatto badaniga sanjilgan tikan uchunmi Alloh taolo uning xatoliqlarini kechiradi. Shundaqla sabrningmi balo musibatga uchragan dastlabki vaqtdan boshlab bo'lsa-mu, balo musibatlarga tutilgan pozitsiyada va uning natijasida intayin muhim rol o'ynaydi. Gerçi insonning musibatga uchragan dastlabki vaqtida sabr qilish intayin qiyin bo'lsa-mu, kunlarning o'tishiga ergishib insonga bo'lgan ta'sirimi tabiiyla tuvallaydi. Ammo musibat kelgan dastlabki mezgilda sabr qilish tas bo'lganidek, beriladigan savobimi shuncha ko'p bo'ladi. O'ylashqa islom dini har vaqt musibatlarga uchragan dastlabki vaqtdan boshlab sabr qilib Allohdan savob umid qilishga buyuradi. Sabrni osonlashtiradigan omillar. Birinchi, bu dunyoning imtihon maydoni ekanligini unutib qolmaslik. Dunyoning gul chechakleri bo'lganidek issiq sovuqlari va dard alamlari borligini, hech qanday kishining g'am andishidan xoli emasligini, bu dunyoning abadiy hayot uchun bir imtihon maydoni ekanligini his qilgan vaqtlarimizda uchirgan qiyinchiliklarga sovuqqonlik bilan muomala qilib, dunyoning tabiatiga muvofiq holda harakat qila olamiz. Ikkinchi, Allohning huzurida sabrning savobiga erishadiganligiga qat'iy ishonish. Allah'ның huzurida berildiğin ajr ve savobning büyüklükini bilgen vaqtimizda jafo mushaqqatlarni yengib chiqish irodamiz texmi kuchaydi. Alloh taolo sabr qilguvchilarning mukofotini bayon qilib mundaq deydi: sabr qilguvchilarning ajri hisobsiz beriladi. Uchinchi, Alloh taoloning bir chiqish yo'li beradiganligiga qat'iy ishonish. Alloh taolo cho'qim bir chiqish yo'li berdi deb qat'iy ishongan vaqtimizda ümidsizlik bulutları tarqalib, kelajak ve g'albiga bo'lgan ishonchimiz oshidi. Bu bir psixikalik g'alba bo'lib hisoblanadi. Kelajakka bo'lgan umid ve ishonch bizni davomli olg'a intildiradigan bir harakatlantiruvchi kuch bo'lib turadi. Bu harakatlantiruvchi kuch sayesinde biz davomli olg'a ilgariy olamiz. Yaqub alayhissalomning o'z bolalaridan ayrilish musibatiga sabr qila olishidagi asosli omillarning biri Allohga bo'lgan ishonch va kelajakka bo'lgan umid edi. Alloh taolo qiyinchilikdan keyin osonlik keladiganligini va'da qilib shundoq deydi: Alloh taolo qiyinchilikdan keyin osonlikni beradi. To'rtinchi, Alloh taoloning qazo qadariga bo'lgan mustahkam iymon. Bu dunyodagi har qanday ishning Alloh taoloning taqdiri bilan bo'lganligini bilgan vaqtimizda Alloh taoloning ma'lum bir hikmat bilan bizni sinayotganligini bila olamiz. Bu iman qalbimizga yerlashgan vaqtda bizning sabr qilishimiz osonlashadi. Chunki inson Alloh taolaning taqdiriga haqiqiy iymon bilan qaytganida hech qachon umidsizlikka yengilib qolmaydi va har vaqt Alloh taolaning yaxshi taqdiridan umidvor bo'lib, duchor bo'lgan musibatlarga sabr qiladi. 5. Aldiroqsonlik, qattiq g'am andisha, ochiqlanish, umidsizlik qatorliq sabrga to'salg'i bo'lgan narsalardan yiroq turish. Aldiroqsonlik insonning qattiq pushaymon qilishiga sababchi bo'ladigan ishlarning biri.
Shundaqla qattiq g'am andishimi umidsizlanishni keltirib chiqarish bilan birga Allohga bo'lgan tavakkulchilikni suslashtiradi. Qattiq ochiqlanish insonni har turli yomon oqibatlarga va kishilar orasida paydo bo'ladigan o'ch adovatlarga boshlaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom mayli musibatga uchragan vaqtlarda bo'lsin yoki kundalik turmushimizda bo'lsin, qattiq ochiqlanib, ziyoda umidsizlanib, g'am qayg'uga petib ketishdan yiroq turishimizga buyurgan. Xulos qilib aytganda, hayotimizda uchrayotgan musibatlar mayli qaysi turdan bo'lishidan qat'iy nazar, bu musibatlarning Allohning sinoqlari ekanligiga chin dilimizdan ishonish bilan birga, Allohning osonlik berishidan umidvor bo'lgan holda sinoqlarga sabr qilish orqali dunyo oxiratda baxt saodatga erishishga intilishimiz lozim. Biz uchrayotgan har qanday musibat ba'zida bizga ochiq savoq bo'lsa, ba'zida kelgusidagi go'zal istiqbolimizning tosh shig'illiq yo'llaridan iboratdir. Agar biz sinoqlar bilan to'lgan bu musofani Allohga bo'lgan iymon va tavakkulchiligimiz bilan umidvor holda bossak, Alloh bizlarga bu dunyoda eng go'zal natija va muvaffaqiyatlarni ato qilish bilan birga oxiratda mangulik baxt saodatga erishtiradi. İnşallah. 25 sentabr İstanbul.